Hammaga salom do'stlar. Agarda siz ham MacBook ishlatayotganingizda har bir kichik harakatlar uchun faqatgina trackpadni ishlatayotgan bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan siz uchun. Bugungi rolikimizda MacBookni klaviaturasi yordamidagi kombinatsiyalar to'g'risida gaplashamiz va ularning foydali taraflarini ko'rib chiqamiz. Qani keting. Birinchi blokimizda MacBookdagi ochiq saytlar yoki ilovalar o'rtasidagi harakatlanishlarni tezlashtirishni o'rganamiz. Command plus Space Macdagi eng muhim tugma Spotlight qidiruvi, papka izlash, kalkulyator, valyuta kursini hisoblash yoki dasturlarni bir zumda ochish uchun trackpad shart emas. Command plus Tab ochiq turgan dasturlar orasidan tezkor o'tish. Commandni bosib turib tabni bossangiz kerakli ilovaga zudlik bilan sakraysiz. Uchinchisi Command plus Option plus Escape knopkasi. Dastur qotib qolganda uni majburiy yopish, ya'ni Force Quit Windowsdagi Task Manager muqobili deganidir. To'rtinchisi Command plus Hash. Yoningizda kimdir kelib qolganda ekrandagi ishchi oynani bir zumda ko'zdan yashirish, ya'ni Hide knopkasi. Ikkinchi blokimiz matn va hujjatlar bilan ishlaydiganlar uchun, ya'ni megabayt va hajmlarni kichraytiradigan funksiyalar. Command plus Delete knopkasi matn yozayotganda butun bir qatorni bir bosishda o'chiradi. Fayl ustida tursangiz, uni to'g'ri savatga yuboradi. Keyingisi Option plus Delete knopkasi. Matnni harf emas, butun so'z bo'yicha bo'laklab o'chirish uchun mo'ljallangan. Command plus chapga yoki o'ngga strelkasini bossangiz, kursorni qatorning eng boshiga yoki eng oxiriga olib o'tadi. Command plus Control plus Space knopkasi ekraningizda emojilar va maxsus belgilarni chiqarish panelini ochadi. Control plus Space knopkasi klaviatura tilini bir zumda almashtirishning eng oson yo'lidir. Uchinchi blokimiz esa brauzerda tezroq ishlash va ekranda adashib ketmaslik uchun eng kerakli funksiyalardir. Command plus Shift plus Store knopkasi ekranning to'liq emas, aynan siz belgilagan qismini krestik bilan qirqib screenshot qilish uchun ishlatiladi. Command plus Shift plus 5 knopkasi esa ekran videosini yozib olish panelini chiqaradi. Command plus Shift plus T knopkasi brauzerda adashib yopib yuborilgan so'nggi vkladkani o'z holatida bir zumda qaytarib beradi. Command plus W knopkasi esa dasturni to'liq yopmasdan faqatgina turgan vkladkangizni yopadi. Command plus Q knopkasi dasturni fonda ham qoldirmay to'liq o'chirish, ya'ni Quit knopkasi deganidir. Mana shu kombinatsiyalar sizni MacBook ishlatayotganingizda kundalik hayotingizni tezlashtiradi va osonlashtirishga yordam beradi. Mana shu kombinatsiyalardan qaysi birini siz o'zingiz ishlatasiz? Bularni hammasini izohlarda yozib qoldiring. Agarda rolikimiz yoqqan bo'lsa, videomizga like bosing va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Macburda ko'rishguncha xayr.